belda grejasi bor, oyog'iga og'riq berganlar, qaranglar, faqat oyoqni o'zidan massaj olganinglar bilan hech narsa o'zgarmaydi sizlarda. Asosan manual terapiya olishingiz kerak og'riq qoldirish uchun va ikkinchi usuli bor, o'zingiz uyda og'riqni kamaytirish maqsadida mana mashq qilasizlar. Ana shu holatda yotasizlar. Va oyoq ko'taramiz. Tushimiz. Yonga. 10 sekund ushlab turamiz. Yana ikkinchi oyoqni xuddi shunaqa. Yana. Bu qaranglar, ikkinchi mashq. Oyoq ko'taramiz. Mana bu oyoq bu yoqqa. To'g'ri, men og'riq berayotgan grejani og'rig'i ham og'riydi. Mana qo'lni ichidan kirgizamiz. Ushladik. Tortamiz. İkinci tamam. Shu mashqlarni qilsanglar og'rig'ingiz tez qoladi. Lekin bu degani polni og'riq qolib ketadi degani emas. Sizlar kelishingiz kerak ko'rikka. Ras og'riq berayotgan bo'lsa, mutaxassisga borib uchrashingiz kerak. Aslan og'riqni qoldirmagandan keyin bu mashqlarni bemalolroq bajarasizlar. Yana ham